Assalomu alaykum. Давай. Ahmad. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Иванович. Как здоровье, как самочувствие? Да, 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 да. Все подготовлено. Да. Как вы сказали, 3, 4, 5 числа уже готов к семинару. Все обеспечено. Спасибо большое. Пока. Aziz vatandoshlar va aziz bizni kuzatib boruvchilar, meditsina xodimlari, reabilitatsiya sohasida ishlovchilar, sizlar diqqatingiz uchun bir yangi xabarimiz bor, yangiligimiz bor. Ya'ni xabaringiz bor, bizni klinikamiz qoshida Vyacheslav Ivanovich Pichuginning avtorskiy metodikalarini darslari boshlangan, o'quv seminarlari, ya'ni birinchi seminar tugadi, 3 kunlik darslarni o'tdik, ularni o'zlashtirdik. Mana hozir 3, 4, 5 oktyabr kunlari yana sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu o'qish kunlarini davomi, ya'ni visceral terapiya, vegetativ nerv sistemasini qanday qilib sozlash, bularni qanday mushaklaga bog'liqlik joyi va qanday ular sozlanadi, qaysi manipulyatsiya orqali ular o'z reabilitatsiyasini topadi. Bu mashqlarni va bu nazariyotni Vyacheslav Ivanovich Pichugin o'zlari mana darslarda ko'rsatib, o'rgatib, грамотный, professional neyrokinezologlarni chiqarishga yordam beradilar. E'tiboringiz uchun, kim xohlasa o'zini bilimini va bilim doirasini kengaytirmoqchi bo'lsa, meditsina sohasida, ya'ni reabilitatsiya sohasida yangi nazariyatni o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. 3, 4, 5 oktyabrda o'tadigan seminarlarga yozilishingiz mumkin. Joylar chegaralangan. Bemalol o'zingizni raqamlaringiz orqali bizga bog'lanishingiz mumkin va o'rganishingiz mumkin.